Dilshod va Mohira turmush qurganiga 7 yil bo'lgandi. Uy bor edi, bolalar bor edi. Hatto rasmlarda qaralsa, baxt ham bordek tuyulardi. Lekin ularning orasida bir narsa yo'qolib borardi. Suhbat. Avvallari Dilshod ishdan kelishi bilan "Qalaysan?" derdi. Mohira esa kulib, "Kuting, choy quyaman" derdi. Endi esa eshik ochilar, kalit osilar, jimlik boshlanardi. Dilshod ichida shunday derdi: "Uyga kelib dam olmoqchiman." Mohira esa doim nimadandir norozi. Mohira esa har kecha yostiqqa bosh qo'yib o'ylardi: "Men faqat xotin emasman-ku, meni ham eshitishsin." Ammo ular bu fikrlarni bir-biriga aytmasdi. Bir kuni oddiy bahs katta janjalga aylandi. "Senga baribir", dedi Mohira. "Hammasini men qilyapman-ku", dedi Dilshod. So'zlar og'irlashdi. Ovozlar ko'tarildi. Va nihoyat Dilshod eshikni qattiq yopib chiqib ketdi. Mohira yolg'iz qoldi. Uy jim edi. Juda jim. O'sha kecha u eski albomni ochdi. Nikoh kuni. Dilshod qo'lidan ushlab, "Men seni hech qachon yolg'iz qoldirmayman", degan edi. Ko'zidan yosh chiqdi. Dilshod esa mashinada o'tirib rulni mahkam ushlab oldi. G'azab asta-sekin charchoqqa aylandi. So'ng pushaymonlik keldi. Telefoniga qaradi. Mohiradan xabar yo'q. Shu payt onasining so'zlari yodiga tushdi. Ayolga pul emas, e'tibor yetishmasa, u sekin yo'qoladi. U ilk bor kishundi. Mohira baland ovoz bilan gapirmagan. Ertasi kuni Dilshod erta keldi. Hech narsa demadi. Faqat oshxonaga kirib, choy qo'ydi. Mohira hayron bo'lib qaradi. "Keling, gaplashaylik", dedi Dilshod sekin. Ular birinchi marta yillar ichida bir-birini ayblamasdan gaplashishdi. Kim nimadan charchaganini, kim nimani sog'inganini. Mohira dedi: "Men seni yo'qotishdan qo'rqaman. Shuning uchun jahlim chiqadi." Dilshod dedi: "Men esa seni xafa qilayotganimni bilmay, o'zimni kuchli ko'rsatishga urinibman." O'sha kundan keyin hammasi mukammal bo'lib ketmadi. Bahslar yana bo'ldi. Lekin bitta narsa o'zgardi. Ular jim qolmaydigan bo'lishdi. Endi Dilshod "Bugun qanday o'tdi?" deb so'raydi. Mohira esa "Bugun charchadim, gaplashkim keladi" deya oladi. Ular tushunib yetdi. Nikoh muammo yo'qligi emas. Nikoh muammo bo'lsa ham bir tomonda turish ekan. Baxt katta sovg'alar emas ekan. Baxt kechqurun bir piyola choy ustida "Men shu yerdaman" deya olish ekan.